Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga magnitni puskatelni bitta fazada o'ylashni o'rgataman. Mana bu sxemasi. Mana bitta fazali liniyani qo'shamiz, напряжение beramiz. Keyin mana sxemada ko'rsatib o'taman. Liniya keladi, 0 keladi. Liniyadan olib NS ning yopiq kontaktga beramiz. Mana stopni. Stop. NS yopiq kontakti bu. Bizda ham xuddi shunday bo'ldi. Mana faz kelyapti liniyadan. Liniya 1 ga kiryapti, undan chiqib mana NS ga kiryapti-da, stop knopka bu. Undan yopiq kontaktdan NS dan chiqib S dan chiqib mana bu S dan chiqib mana ochiq kontaktga kiradi. Startni. Ochiq kontaktga kirib undan chiqib обратно 13 ga keladi. Mana qarang. Mana bu peremechkasi undan chiqqan. Mana ko'ryaptimi? Mana 13 ga. 13 ga bo'ladi. Xuddi shunday bunda ham. Keyin S yopiq kontakt bu yerda. S dan to'g'ri chiqib A1 ga boradi. A1 qayerda? A1 mana ko'ryaptimi? Kelib mana S ga. S dan NS ga nima bo'ladi? Peremechka bo'ladi mana. Mana bunda ham chizilgan sxemada peremechka. NS dan chiqib, keyin mana NS dan chiqib 14 ga boradi. NS dan mana chiqib, ketib mana 14 ga boradi, ko'ryaptimi? 0 прямой o'tadi. Bu zazemleniyaning kabeli bu. Mana 0. Keyin 0 dan olib A2 ga kremnik beriladi. Ko'ryaptimi? Hozir sizlarga qo'shib ko'rsataman. Primerni projektor yoqib ko'rsatish uchun ulab qo'ydim. Mana. Qizil.